o'ylashni o'rganamiz. Muxtorjon 6 yoshlik singlisidan so'radi. Munisxon, rostingni ayt, o'ylashni bilasanmi? Munisxon akasiga ajablanib qaradi. Aka, o'zing ayta qol, o'ylash degan nimadi? Muxtorjon jiddiy turib, qoshini birga yig'ib, singlisiga ko'rsatdi. Mana men o'ylayapman. Nimani o'ylayapsan? Juda ko'p o'ylayapman. Marojnidan tog' bo'lsa, nuqul gilos bog' bo'lsa, bir qozon qaymoq bo'lsa, tuyaday pishloq bo'lsa. Og'zining suvi kelib, "Uy!" devordi Munisxon. To'xtab turgin akajon, men ham o'ylab boqaman. Tez o'yla, dedi Muxtor. Tura tur, o'ylab olay. Hey, bitta qo'g'irchoq bo'lsa, kaliti buzilmasa, ko'zini yumganida meni ham ko'rib tursa. Shu ham o'ylash bo'ldimi? O'ylashni o'rganib ol. Sen oy bo'lasanmi? Ko'zin bir uchirib, senchi? Dedi Munisxon. Muxtorning jahli chiqdi. Men qiz bola emasman. Qizlar oyi bo'ladi. Men katta bo'lganimda, 500 ga kirganimda katta dada bo'laman. Qizing ham bo'ladimi? Oti nima bo'ladi? 100 ta qizim bo'ladi. Oti Punis bo'ladi. Uy! devordi Munisxon. Menchi oyi bo'laman. 1000 ta o'g'lim bo'ladi. Oti Puxtor bo'ladi. Tilin likillatib, gej-gejlatdi akasin. Shunday qilib do'stlarim, so'lim, shinam bog'dagi suv krani tagida o'ynab yurgan 2 yosh o'ylashga boshladilar.